Virtillash eshitilyaptimi o'zingizga g'irchillash? Qo'shada qo'lingizni mashinaga qo'yingda. Ha, bilyapti. Nima shikoyat bo'lyapti hoji aya? Oyog'im bor edi-da. Qachondan buyon? Anchadan beri o'rayapman. Kasbingiz nima bo'lgan ona? Hech narsa. Uydasiz. Ha. Koronavirus bo'ldimi, bo'lmadimi? Olmaganman. Koronavirus bilan og'rimagansiz. Bu shikoyatlarga 2-3 yil bo'ldimi, yo'q? Ancha bo'ldi. Koronavirus mahallida uyda lecheniya Olgansiz. Nasliy bo'g'im kasallikka moyilligingiz bormi? Ota-buvada, qarindosh urug'larda bu narsa bo'lmagan. Virtillash bormi, yo'qmi? Virtillash, qitir-qitir. Bilinmayapti. Bunaqa narsa yo'q. Ko'ramiz onam bo'lmasa. Farzandlar nechta ona? 3ta. Qo'shimcha kasalliklar. Sahibiy diabet, gipertoniya, reumatoid poliartrit. O'shanaqa deyishdi-da, mani o'sha birinchi nimaga tushganimda paylarni hushyor qilasan, og'ir ko'tarmaysan dedi. Men endi urab yuraverganman-da. Kimlarda davolatdingiz? Farg'onaga tushuvdim, haldaqat doiraga tushuvdim. Tamaki martaga. Oyoqlaringizda bo'g'imlarda ozginadan shish bor. Ammo yozilishi to'liq yozilib turibdi, yerga tegib turibdi. Qani deyam qilolmasdim, endi qilyapman. Qani bukib ko'ramiz. Og'riqdan tashqari yana nima bezovta qilyapti? Achish, sovqotish, tomir tortish. Urab taydan deksam qaytmasdi, endi bunday qilib uni surkaganimga qaytyapti. Rentgen qildirdim. Boshqa joyimda og'riq bormi, yo'qmi? Yo'q, batlarda yo'q-da. Bilmayapman, og'riq qoldirdim. Namozda qarab o'tiralyapsizmi? Namozda oldin o'tirolmasdim, uzatib olardim. Endi hozir o'tirib o'raman. Tikka tursam, hali shiliqlab ketgan. Hojatxonada o'tirish. O'tirmayman, anaqada o'tiraman. Zinalardan tushalimman. tushish. Tushalimman. Endi bitta pastadan urg'ib tushalimman-da. Qiynalaman. Og'riqqa qo'l urdim. Bukamiz. Qo'l olyapman og'riqqa. Mana quymuchim bilan sal og'ritdi. Ne shamollatibsan? Qani oxiriga boraylik-chi, yaxshi. To'liq bukilib, to'liq yozilyapti oyog'ingiz. Ammo oyog'ingiz dimiqqan. Dimiqib turibdi bo'g'imlar. Bo'g'imda erkin suyuqlik, bo'g'im suyuqligi miqdori kam. Bor, ko'ring. Buni ham ko'raman, hammasini ko'raman ona. Oyoqlar so'qotadimi, qiziydimi? Urib olsam qizib ketadi-da, ochib olyotaman. Oyog'ingiz yurib ketyapsiz, o'zidan yo'qolib qolayotgan qismi. Bunday bo'lardi. Oyog'im yo'qolib qoldi, bosolmayapman. Bunday buyilsam bunaqa bo'lardi, soldirishdi, bitta anaqaga borib. Bunday yonga burilsam, loq etib nima? Bunaqa bo'lib qolardi, yo'qolib. Bo'g'imiz ichida bir narsa ilayotgandek his bo'ladimi, bo'lmaydimi? Og'ir ko'tarmaysan deyishyapti-da endi. O'ng oyog'ingizni ko'tarib berasiz mani qo'limga. Nima holat bo'lyapti ona? Tortyapti. Anazlarda ham ko'rishdimi? Revmatizmgacha o'zimizda topshirdim, sal shamollashdim, lecheniya yozib berishdi, oldim. Bo'sh qo'yamiz ona. Tabletga. Virtillash eshitilyaptimi o'zingizga g'irchillash? Qo'shada qo'lingizni mashinaga qo'yingda. Ha, bilyapti. Mashatim o'qigan yo'q, yoryapti. Endi bunisini ona sezish qanaqa oyog'ingizda? Issiq sovuqda, og'riqda. Manda og'riydi, o'tirib olish tiqib ketaveraman, tikka turib yengishib, tikka turib o'zim ushlab turalimman. Narsaga egil. Bir joyga borsangiz ham o'tirishga, yo bir marosimga borsangiz, ichga o'tirib olsam, yotib olsam, yon boshlab olsam bo'lib qoldimi? Stollarga tiqib olaman, yig'ishdan hammadan keyin belab turaman. Nima qilyapman, o'zona? Nima bo'lyapti ayoz? Chimdayapman, uryapman, bosyapman. Bunisi-chi? Bir xilmi, mana ikkisini farqini aytib berasiz menga. Mana o'zi anaqa bo'lgan. Pastroqmi, ko'proqmi? Bukamiz ona, bukamiz. Bo'ldi, tushundim. Keramiz ona, keramiz. Yaxshi, quymuchingiz yaxshi, soqacha yaxshi aylanyapti. Xo'p, chanoq son bo'g'imini rentgen tekshiruvi. Quymuchingizni. Quymuchga e'tibor qiladigan narsalarni soqachalarga alohida e'tibor beramiz. Hozir zamonaviy nimamizda quymuch kosasida ko'pida aseptik nekroz yoki ko'k sartroz degan kasal Coviddan keyin ko'payib ketdi. Hozirda nisbatan chanoq son bo'g'imda yoshiga xos o'zgarish bor xolos. Janoq vahimali, xavotirli o'zgarish, soqacha hali shaklini o'zini saqlab turibdi. Faqat bo'g'imda orasi nisbatan qorroq, nisbatan son suyaklari, tos suyaklari, o'tirg'ich suyaklari holati hozircha qoniqarli. E'tibor qiladigan narsamiz tizza bo'g'imini to'g'ri ko'rinishdagi rentgen tekshiruvi. Son suyaklari, chap son suyagi, o'ng son suyaklari. Katta boldir suyagi, kichkina boldir suyagi. Endi e'tibor qiladigan narsamiz bo'g'imda oralig'i. E'tibor qilib bersa, ayniqsa chap tizza bo'g'imida astafitlar, suyagi bo'g'im yuzalarida tuzlar, ko'cha tilida aytganda, xalq tilida aytganda tuzlar hosil bo'lgan. Bo'g'im tirishqishi tashqi tomonda ochiq turibdi, ichki mishilka sohasida bekilganlik holatini ko'rib turibmiz mana. Bunda ham shu narsa. Mana o'rtada katta boldirda o'suvchi nimalarida mana astafitlar, tuzlar hosil bo'lgan, bo'g'imda tirqishi bekib ketyapti. Albatta, bo'g'imda tirqishi me'yoriga nisbatan toraygan hisobda bo'g'imda harakat gradusi cheklanyapti. Bukilish, yozilishlarda va tog'ay qismi bir-biriga qadalib qolishi, ishqalanishini hisobiga o'ziga xos og'riq, harakat cheklanishi beryapti xolamda. Bu haqiqatan ham to'g'ri aytasizlar, 1 yil, 2 yillik narsa emas. Oylar, yillar davomida shakllanib kelyapti. Bu kasallikning kuchayishiga sabab bo'luvchi omillar bor. Birinchi endi ko'ngizga kelmasin, aytaman, ortiqcha vazn birinchi bu kasallikni zo'raytirib beradi. Ortiqcha vazn bu kasallikni kuchayib ketishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi narsa noqulay turmush tarzi, zakka tushish, og'ir ko'tarish, agar o'tga tushish,
ko'p yurish, shunga o'xshagan harakatlar ko'p bu kasallikni zo'raytirib beradi. Keyin yana bitta narsa biz xalqimizda mehnatga yarasha reabilitatsiya bo'lmaydi. Yo sanatoriya qilmaymiz, yo bir fizioterapiya, shunga o'xshagan bo'g'imga davom muolajalar qilib yurmaymiz. Bu narsalar bu kasallikni kuchaytirib beradi. Yana bitta e'tibor qiladigan narsamiz mana tog'ay qismida mana sog'lom tizza bo'g'imni normal tuzish. Mana tog'ay qismingiz, sadafga o'xshab yaltillab turgan narsa tog'ay. Mana Minsklar. Sizda mana proses hali boshlangani yo'q, shunga qarab ketyapti. Bu og'ir darajasi. Bu sizda mashina yengil darajasi boshlangan. Birinchi darajasi. Ko'ryapsiz, qancha farqi bor. Tog'ayning farqini ko'ryapsiz. Mana kichrayapti, o'zini shaklini buzyapti. Mana qizarib turganlar tog'aydagi yemirilish uchastkalari, yallig'lanish uchastkalari hosil bo'lgan uchastkalar. Mana ular astefitlar, tuzlar hosil bo'lgan. Shu narsalarni olib kelmaslik uchun albatta reabilitatsiya jarayonini olib borish kerak va lecheniya bilan aktiv kurashish kerak kasallik bilan. Xudo xolasa shularni qilsa yaxshi bo'ladi. Faqat sizdan qiladigan narsa vaqtida lecheniyangizni olishingiz kerak, ortopedik rejim deydi, rejimni saqlab berishingiz kerak. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qo'shimcha kasalliklaringiz yo'q ekan. Faqat bittasi shu kasal. Bitta shu kasal.